Rosa puling ko'paydi. 60 ga kirganingda, 50 ga kirganingda. Hamma yo'g'ing bor. Uje qarisan uje sen. Pakrishkani yangisini qo'yganing bilan kolsa o'tirgan, hadavoy to'kilgan, faralar xira, yog'yapti korobka, stuk bor motorda. To'rtta pakrishkani yangi qo'yganing bilan o'zing tugading-ku. Unga yo yetasan yo yetmaysan. Lekin sen oxiratni o'ylaginda abadiy yosh bo'lasan. Erkaklar 33 yoshda bo'ladi erkaklar. Ayollar 18 yoshda bo'ladi. Hech kim qarimaydi. Uyga ketish kerak degan g'am yo'q. O'tirgan joying seni vataning, o'tirgan joying maskaning. Ko'p yeb qo'yibman, qonnim olib ketdi no'sh papga. Suvni ko'p ichib qo'yibman, uxlamadim kelsa, unaqa gap yo'q birodarlar. Shuning uchun dunyodan zerikib, hayot seni siqib to'yg'izgan bo'lsa, o'zingga shu jannatni eslatgin. Aqlingni ishlat ko'r birodar. Fikr qil. Qaysi hovli uchun ishlashlik to'g'ri bo'ladi? Qaysi hovlini g'amini qilishlik to'g'ri bo'ladi? O'zingga jannatni eslat. Hayotdagi musibatlar seni uchun yengil bo'lib qoladi. Rosa puling ko'paydi. 60 ga kirganingda, 50 ga kirganingda. Hamma yo'g'ing bor. Uje qarisan uje sen. Pakrishkani yangisini qo'yganing bilan kolsa o'tirgan, hadavoy to'kilgan, faralar xira, yog'yapti korobka, stuk bor motorda. To'rtta pakrishkani yangi qo'yganing bilan o'zing tugading-ku. Unga yo yetasan yo yetmaysan. Lekin sen oxiratni o'ylaginda abadiy yosh bo'lasan. Erkaklar 33 yoshda bo'ladi erkaklar. Ayollar 18 yoshda bo'ladi. Hech kim qarimaydi. Uyga ketish kerak degan g'am yo'q. O'tirgan joying seni vataning, o'tirgan joying maskaning. Ko'p yeb qo'yibman, qonnim olib ketdi no'sh papga. Suvni ko'p ichib qo'yibman, uxlamadim kelsa, unaqa gap yo'q birodarlar. Shuning uchun dunyodan zerikib, hayot seni siqib to'yg'izgan bo'lsa, o'zingga shu jannatni eslatgin. Aqlingni ishlat ko'r birodar. Fikr qil. Qaysi hovli uchun ishlashlik to'g'ri bo'ladi? Qaysi hovlini g'amini qilishlik to'g'ri bo'ladi? O'zingga jannatni eslat. Hayotdagi musibatlar seni uchun yengil bo'lib qoladi.